Oyim bermaydilar, oyimni yomon ko'raman. Ol bolam. Buvijon, rahmat. Rosa shirin narsalar berasiz. Sizni yaxshi ko'raman. Oyim bermaydilar, oyimni yomon ko'raman. Voy o'zim asal bolam. Ol bolam. Oyingga qolsa nimalar demaydi. Oyingga vaqti qo'la solma, tushundingmi? Voy. Onangni qara. Salom ham bermay o'tib ketdi. Bez. Ha, kelin? It qo'yiladimi? Salomingizni ham yeb qo'yibsiz shekilli, a? Oyjon, sizni bolalaringizni kim tarbiya qilgan? Voy. Adajoningiz bilan men tarbiyalaganman. Tinchlikmi? Maylimi? Biz ham o'zimiz farzandlarimizni o'zimiz tarbiyalasak, hamma narsaga aralashaverasiz, urushishimga yo'l qo'ymaysiz. Sal u narsa noto'g'ri qilib qo'ysa gapirsam, qo'yaver, hech narsa qilmaydi deysiz. Bittasini allergiyasi bor, bittasini laringiti bor, shirinlik yeyver, hech narsa qilmaydi deb berasiz. Oying gapiraveradi deb oyisini bir tiqib tashlaysiz. Biz ham o'zimizni oilamizda, o'zimiz bolalarimizga Sanjar akam bilan tarbiya bersak, maylimi oyijon? Men bilan Sanjar akamning gapini bir tinga olmaydigan bo'lib ketgan. Ona o'rnida ko'rmaydi meni. Onam gapiriladi, buvim aytganlarini qilaman deb faqat siz aytganingizni qilib yurishadi. Bilaman, nevara Shirin oyijon, lekin maylimi? Bizlar ham ozgina kichkina bo'lsa ham o'zimizning siyosatimiz bo'lsa. Siz bilan Zahroga men bu kosmetikalarni oldim Semilikdan. Bir-biridan kam bo'lmasin deb. Siz qayerdagi gaplarni aytib qishayib yuribsiz? Har bitta uyda siyosat bo'ladi dedingiz. Bu uyda siyosatni sizdan oldin men qurganman. Yo'qsa qoling, yoqmasa ana eshik, katta ko'cha. Yo'qoling. Oyjon, men nima deyapman, siz nima deyapsiz? Men boshqa narsani nazarda tutib gapiryapman-ku. Sanjar o'g'limmi? O'zingizni dudkezga o'ynatib, nevaralarimni yo'ldan urmang. Ha, nevara Shirin. Boring chiqib keting uydan. Oxirgi zamonning dunyosimi yo qiyomat yaqindek alomat aksi. Or bilan nomusning savdosimi yo haloldan haromning lazzati yaxshi. Men shunday dunyoda yashayman ona.